Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Barchaga xayrli kech. Sport telekanali taqdim etadi. Like Cup 3-mavsum media futbol turniri start olmoqda. Bugun ochilish marosimi, birinchi uchrashuv va birinchi o'yinning o'zida ikkita yorqin jamoa to'qnashuvi deyishimiz mumkin. O'tgan mavsumning mutlaq chempioni Knockout jamoasi Olimpiya va jahon chempionlaridan iborat jamoa Al-Badrga qarshi. Al-Badrda blogerlar, aktyorlar, umuman san'at vakillarini ko'rishimiz mumkin. Bu turnir borgan sari rivojlanib boryapti. Mana bugun Jar Sport majmuasiga ko'chdi. Sport telekanali yorityapti. Boshqa daraja. Va albatta sharhda men hamkasbim Xayrulla Hamidov bilan birgalikda ishlayman. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Aytilgan fikrlarga qo'shimcha tarzda aytadigan bo'lsak, tizimlashyapti bu turnir. O'tgan yili 11 ta futbolchi maydonda harakat qilgan bo'lsa, baribir nisbatan havaskorlar o'ynaganligi tufayli kemtiklik sezilgan edi. Bu yil esa 8 taga qisqartirishdi va endi mukammal futbol ko'ramiz. Va maydonda o'ynayotgan har bir futbolchining berilgan vaqtga yetarlicha kuchi saqlanib qoladi. Sport telekanalida jonli efirda Like Cup turniri va chempion Knockout Al-Badr bilan bahslashadi. Dahshatli kurash bo'lishi kutilyapti. O'zi Knockout jamoasi ishtirok etgan o'yinlar o'tgan safar ham muxlislarning mehrini qozongan edi. Birinchidan yulduzli jamoa Bahodir Jalolov, Hasanboy Do'smatov, Abdumalik Xalokov, ularni juda ko'p sanab o'tishimiz mumkin. Bu yulduzlarni hammasi dunyoni zabt etayotgan sportchilar, Olimpiya va jahon chempionlari va futbolchilar ham yulduzli, ya'ni sobiq ikkita futbolchini qo'shish imkoniyati bor. Abduqahhor Hojiakbarov hamda o'tgan mavsumning eng yaxshi futbolchilaridan biri Oybek Qilichev. Al-Badr jamoasidan tarkibni tanishtirishni boshlasak, hushtak chalindi va Al-Badr dastlabki zarbada yo'q gol urmoqchi bo'ldi. Hozir to'g'ri ta'kidlab o'tildi. Bu safar yana o'tgan yilga qiyoslab aytayapmanki, bu gal futbolchilar soni kamaytirildi. Chunki o'tgan yili 4 ta futbolchi jalb etilgan edi. Sobiq futbolchilar, ularning ta'siri ba'zi jamoalarga katta natija berdi. Ba'zilarga esa ikkitasi kelmay qolgan bo'lsa, muammo ko'zga tashlandi. Shuning uchun ikkitasi qulay deyildi. Jamoalar tarkibidagi futbolchilar soni kamayganligi tufayli. Demak, Shuhratilla Sayfullayev darvozabon 77-raqam ostida o'ynayapti. Dilshod Irsaliyev bu futbolchi, yana bir zarba ikkinchi raqamda harakat qiladi. Jamoa sardori Badriddin Husniddinov 7-raqamda, Komil Fozilov Benom guruhidan mashhur bo'lgan, tanilgan shaxs 10-raqamda o'ynaydi. Bobur Shavkatovda 13-raqam, Samandar Shuhratov 22-raqamda o'ynayapti. Zohir Primovni juda yaxshi taniysiz, o'tgan yilgi Like Cupning eng asosiy futbolchilaridan biri. 80-raqamda Baxtiyor Rayimjonov harakat qiladi. Knockout tarkibi 12-raqamda darvozada Ulug'bek Yodgorov, 1-raqam, endi bu yerda 1-raqam o'ynaydi maydonda Abdumalik Xalokov, 8-Abduqahhor Hojiakbarov, 10-raqamda Hasanboy Do'smatov va mana birinchi xavfli zarba, birinchi seyv deyishimiz mumkin Ulug'bek Yodgorov ijrosida. 14-Bezod Nosirov, 55-raqamda Bahodir Jalolov, 10-Hasanboy Do'smatov, 70-Oybek Qilichev, 90-Bahrom Yoqubov. Bosh murabbiy To'lqin Qilichev va bosh menejer Mirshohid Tillaboyev. Al-Badr uchrashuvni yaxshi boshladi. Ko'tarinki kayfiyat bilan boshladi. Knockout esa o'zining vaqtini kutishini biz bilamiz. Qoida buzildi chog'i. Yo'q, davom ettirsa bo'ladi. Zarba yo'llandi, himoyachilar to'pni qaytarishdi. Mana endi qarshi hujum Qilichev o'girilib oldi, pas berishga tayyor, lekin kimdir ochilishi kerak. Shuning uchun o'zi boryapti, o'zi ketyapti. Ikkinchi himoyachi uni to'xtatib qoldi. Badrning qarshi hujumini tomosha qilamiz. Rikoshet. VAR ishlayapti do'stlar, ajablanmang. Faqat bu translyatsiyadan olib, endi qo'l bola VAR desak ham bo'ladi. Bu turnirning mukammallashib borayotganiga
dalolat qiladi. Hozir burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. O'tgan mavsum ham VAR ishladi, asosan biz ishladik VAR sifatida. Hey deb oynadan, derazadan. Hozir sharhlovchilar xonasi ham nisbatan yuqoriga qo'yilgan. O'tgan yili futbolchilarni deyarli yonida turgan edik. To'p ham uchib kelardi ko'p holatlarda. Ha, o'sha mashhur sariq butka bugun olib kelinmadi. Mayli, teparoqda professional nuqtada joylashtirilgan kabinka, ammo menga o'sha sariq butka ko'proq yoqqandi. Qanaqadir bir boshqacha edi-da. Ha. O'sha endi bu havaskorlar-ku nisbatan. Shuning uchun ham maydonga yaqin bo'lgani odamga boshqacha ruh berardi. Yaxshi to'p olib qo'yildi va nokautning jiddiy hujumi, zarba yo'llanadimi? Yetakchiga uzatib berishmasa bo'lmasdi. Lekinchi xayrli bokschilarning bir-biriga pasini ko'rdik. Mana shu Oybek Qilichov ekan, futbolchi ekan. Kartinani ko'rib, kadrni ko'rib tushunyapmanki, umuman boshqacha ko'rinyapti. Ya'ni daraja oshgani, tribunalar yaqin joylashgan, maydon holati zo'r, yangi maydon, 8 kishilik ekanligi ham haligi kadrga hamma sig'ib ketyapti. To'liq taktikalarni ham ko'ryapmiz va 11 dan 8 ning farqi shundaki, media futbol ligalarida ko'pincha 8 ta o'ynashadi. Nega? Temp. Charchab qolishadi. Ha, temp yuqori bo'ladi. Sharhlashga ham qulay. O'sha ikkinchi bo'limda bilinardi. Ikkinchi bo'limning o'rtalaridan boshlab himoyadan hujumga to'pni olib borguncha charchab qolardi. Biz mazaq sharhlar. Juda ko'p sobiq futbolchilarning roli. Mana. Nokaut zarba bo'ldi-yu. Roli bilinib qolardi. Hali uzoqqacha kim tepib beradigan bo'lsa, naryoqda bitta futbolchi qabul qilib oladigan bo'lsa, keyin imkoniyat paydo bo'lardi. Bunda esa nisbatan balanslashdi. Shunaqa desak to'g'riroq bo'ladi. Yaxshi paslar bilan hozir Al-Badr futbolchilari chiqib ketishyapti. Boya aytib o'tildi, taniqli blogerlar bu yog'i ham tiki-taka bo'lyapti. Voy, dahshat bokschilar. Hasanboy o'tmay qoldi oxirgi pas. Nokaut finalda juda oson yutgan edi o'tgan yili. Lekin bu yil menimcha hamma tayyorgarlik ko'rib kelgan. O'zi umuman har qanaqa musobaqa 3-4 mavsumga kelib turib munosabatlar ham o'zgaradi-yu. Ya'ni tanlab olinadigan futbolchilar ham, keyin hattoki tanish aktyor, blogerlarni olishayotgan payt ham maksimal foydasi tegadiganini olishadi. Shuning uchun ajoyib 6 daqiqa o'tib qo'yibdi. Endi hozir yana bitta hujum. To'p qo'l bilan o'ynaldi, lekin atayin emas, oyoqqa tegib keyin davron VARni tushuntirib ketay. VAR challenge. Bir taymga bitta imkoniyat beriladi. Wow! Oybek Qilichov super gol. Bitta imkoniyat, bitta challenge beriladi. O'sha challengedan foydalan. Mana sizga challenge. Yasab qo'ydi burchakka. 70-raqamli sobiq futbolchi. O'tgan mavsum ham Oybek o'zi eng zo'r futbolchi bo'lgan. Cristiano uslubida. Golga umuman gap so'zi yo'q. Mana boya aytdik-ku, maydon kichkinalashdi, hujumlar ko'p bo'ladi. Har bitta pas bilan hujum qilsa bo'ladi. Lekin bu degani gol oson uriladi degani emas, chunki darvoza kichkinalashgan. Mana berib qo'yishdi zarba yo'llashga, bu ham o'ng oyog'idan mixladi o'zi. Lekin shu kichkinaroq darvozaga ham poylaganini qarang. Darvozabonning xatosi desak ham bo'ladi. Al-Badr posboni Shuhratilla Sayfullayev ushbu to'pga to'g'anoq bo'lishi shart edi nazdimda. Uzoq burchak yo'li 70-raqamli futbolchi 77-raqamli darvozabonni dog'da qoldiryapti. VAR ko'rib chiqyapti. Yo'q. Challenge ishga soldimi Badr? Boya o'sha qo'lga tekmagan o'sha hujum-ku boshlangan nuqta. Balkim o'shani ishga solishgandir. Bekorga o'sha payti challenge degan so'z ishlatilmagandir. Xo'p, ozgina qoidalarga to'xtalib o'tsak, yana 25 daqiqadan ikkita taym. Bo'ldi shu. Va bu mavsum yangi homiy Dinay kompaniyasi bosh homiy sifatida Like Cup turnirida ishtirok etmoqda. Tabriklaymiz Dinayni ham, Like Cupni ham. Axborot hamkorimiz esa bu turnirda Chempionat Aziya sayti. Chempionat Aziya o'zi hamma futbol turnirida hamkor hisoblanadi. Wow!
Toshkentmi bu? Toshkent o'zgarib ketganini ko'ryapmiz. Tokio emasmi? Nyu-York emasmi? Nima bo'ldi? Qiy-chuv bo'lib ketdi. Maydon markazidan to'p o'yinga kiritiladimi? Iltimos shu kadrni kesib menga tashlab yuboring. Bo'ldi. Stadionni ko'rinishi dahshat. Voy. Endi qaysi kompaniyalarni gapiramiz Davron? Hammasi nima bitta tilga olinadi? Demak, challenge-dan foydalanishdi, lekin bu ularga foyda keltirmadi chog'i va kuydida endi. Yana xato. Hozir ikkinchi gol bo'lishi mumkin, lekin Bahodir Jalolov to'pni to'xtatishda ozgina noong'ay harakat qildi. Katta maydonga o'rganib qolganda Bahodir Jalolov tanqiddan qilib bo'lmaydi odam. Noong'ay, sekinroq aytdi. U katta, o'zi ham katta maydonlarda o'rganib qolgan harakat qilib. Shunaqa. Katta bolalarda o'ynasa bo'lar ekan. Shunaqa jamoa bor, darvoqe. Eslatib o'tamiz, vaqtdan unumli foydalangan holda hozir shu qog'ozni topa olmadim, mayli. Keyin aytarim. Tarkibmi? Yo'q. Mana bo'ldi. Hozir mana bu zarbani ko'rib olaylik, mayli. Keyin to'xtalib o'tamiz guruhlarni. Uzoqdan zarba va to'p. Uy! Save. Gap yo'q. Primov. Futbolchilar o'zlarining kuchli zarbalardan foydalanishyapti. Al-Badr, Knockout, Drama United, Sariq bola jamoalari bir guruhdan A guruhidan joy olishdi. Ana shularning birinchi o'yinini ko'ryapmiz. O'zi turnirning birinchi o'yini hisoblanadi. Mana bu joydan nima bo'lar ekan? Yana korner, yana burchak to'pi. Yana Zohir. Uzoqroqqa Badrni menga uzat deyapti. 7-raqamda boplayman degan mazmunda va bo'ldi, qarshi hujum bo'lishi mumkin edi. Zo'r qarshi hujum to'xtatildi. Abdumalik Halakovning yurishi. Davron meni xursand qilgan narsa boya ijtimoiy tarmoqlarda bekor turgan paytim stadionda tribunada deyarli odam ko'rmadim-da. U tarmoqdan bu tarmoqdan kelinglar deb turib, endi menga qarab turib kelishmagandir-u. Unaqa to'ladi deb o'ylamagan. Juda bo'sh holati hayratlantirdi. Hattoki o'sha Pekinga dinay tarqatilishi haqidagi xabarni ham aytdim-da. O'shani eshitib kelishmadi. Hozir tarqatishmasa lekin baloga qolamiz. Bizga hozircha olib kelishmadi. Maydon markazida shu yerda zarba yo'llanadi. Ajoyib gol! Shedevral zarba. Bo'yigiga munosib javob bo'ldi lekin. Irsaliyev futbolchilar ikkitasi maksimal foydalanyapti. Ikkita qo'shnilaringni shunaqa zarbalarni beramiz deyishyapti. Darvozabonlaring mana hozir kamayyapti-yu professionallar. Bo'ldi, shuni to'xtash kerak. Ikkita kerak. Oybek bilan Dilshod to'p borgan sari ozgina ko'tarildi borku. Hop mana. Voy, kadrni qarang. Sho'ng'idi to'p pas. Birober Al-Badr gap bo'lishi mumkin emas. Golga gol, chiroyga chiroy, jonga jon. Davom etamiz. 11 daqiqa ortda qoldi, lekin biz ikkita super gol ko'rdik. Mana Bahodir Jalolov penalti so'rayaptimi? Yo'q. Penalti so'rasa bo'lmaydi va mana bu joyda hozir lekin shu ikkita jamoaga qiyin baribir. Ular boshlab berishyapti-yu, 8 ga 8 maydonda ko'nikib harakat qilishadi. Qoida buzildi va mana bu yerdan xavfli jarima zarba bo'ladi. Chunki futbolchilar bor. Zohirning o'zi tepsa ham menimcha to'g'ri bo'ladi. O'naqaya Zohir. Ha. Chapaqay, ya'ni chapda ham o'ynay oladi. Universal. Sobiq futbolchilarda bu ma'lumot sala bo'ldi. O'ngida tayyorgarlik ko'ryapti va bu golga ko'proq imkon beradi. 13-daqiqa boshlangan lahzada burchakka qadab tashlarmidi? Yana bitta shedevr ko'rarmidik takroriy lavhalari bilan. Tepmoqchi. Darvozabonlarga oson bo'lsa, Ulug'bek Yodgorovga ham, Shuhratilla Sayfullayevga ham. Ha. Olib bo'lmas zarba edi. Abduqahhor Hojiakbarovga sariq kartochka ko'rsatilibdi. Bu ham sobiq futbolchilardan biri. E'tiroz uchun bo'lsa kerak-a? Yo fol uchunmi?
e'tiroz uchun bo'lsa kerak. Ko'ring va zavqlaning degan zarba bo'ladi hozir. Bizga Dinay ichimliklari keldi. Shuning uchun Dinay endi xayolimizdan o'tganini o'qir ekan. Dinay xohlayapman desa paydo bo'lib qoladi. Yaxshi. Boshlanishi yomon emas. Lekin o'tgan galgi homiy rosa gapirsak ham foydasi bo'lmadi. Mayli. Primov. Pas edi, pas aralash zarba edi. Endi Badriddin buni olib kelish osonroq-da. Ha, to'g'ri. Birinchi bo'lib to'pga yetib borsa bo'lardi. Primov yetib keldi. Lekin Davron boyaga fikrga qo'shilaman, ya'ni birinchilarga qiyinligi, ya'ni taktik tomonlama o'yinga moslashishlariga vaqt ketadi. Ikkinchi turdan juda bir kompakt o'yinlar ko'rsak kerak. Hamma bir tushib olish kerak, hamma uchun birinchi o'yin bo'lishi kerak. Sal qiynalishayotgani sezilyapti. Asosan futbolchilar, ikki futbolchi bir-birini qidiryapti. Bu yaqin masofadan burchakdan ham to'p kiritish mumkin. Hali operatorlar ham moslashib olish kerak, bizni topib, bizni ko'rsatadigan nuqtasini topib olish kerak, rejissyorlar. Bolalar futboldan tortib, kattalar futboliga charlab yuradigan bizga farqi bo'lmasa kerak. Hojiboy aka rahmatli, uylarga borib kuldiryapmiz deganlar. Yaxshi. Uzun darov. Badriddin. Yo, atayin debdi. Unda hozir almashtirilish kerak-ku agar shunaqa ish qilgan bo'lsa. Tushunmay qoldim-da. Yana Sardor Badriddin. Lekin juda jonkuyar yigit Badriddin. Shahlovchiligiga qiziqadi, xayrli aka, bir sinab ko'rishimiz kerak edi. Yaxshi kurash bo'ldi va olib qo'yishdi. Bahodir Jalolov surib ketdi. Surib ketyapti o'zi. Shundoq ketsa ham bo'ldi. Birinchi fintni zo'r ishlatdi. Hasanboy! Darvozabon. Uzoqdan Davron Fayziyevni Hasanboy degan sharhni eshitganlar kamida bitta boks zarbasini berdi deb o'ylaydi. Osiyo chempionatimi? Uzatma va darvoqe mana shu kadrda aytib ketay, ofsayd yo'q. Hozir gol bo'lsa, Hasanboy gol urganda hisoblanardi. Yana Oybek. Xavf borgan sari oshyapti va burchak zarbasi ishlab olishdi. Har nada bu ham 10 daqiqa vaqt bor birinchi bo'lim tugashiga. Al-Badr knockout Drama United hamda Sariq bola kechki 10 ga mo'ljallangan, ya'ni 22:00 da start oladi. Stadionga kela olmaganlar sport telekanali orqali tomosha qilishlari mumkin, hatto ketardi hozir. Xo'jakbar Rof top ketdi. Keyin almashgan futbolchi qaytib maydonga tushmaydi. Shu qoidani ham eslatib qo'yishimiz kerak. Ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bor ekan. Qaytib o'ynayveradi, ana mahalla futbolda bo'ladi-yu. Yo'q, qaytib tushishning iloji yo'q, lekin o'zgarishlar soni cheklanmagan. Boshqa o'yinchi tushadi va davom ettirishi mumkin. O'zi qaytib tusha olmaydi. Muxlislik ham zo'r Davron. Zo'r, dahshat. Menga hamma narsa yoqyapti. Shunday davom etaylik. Ya'ni chiroyli gollar ham ko'paysin. Va muddatini ham zo'r qilib qo'yishgan. Hamma kutayotgan hayot o'yinimizga davr mana futbol bilan yashab turishga imkon beradi. Va yoritish tizimlari ham zamonaviyligini sezishimiz mumkin. O'tgan safar 1-2 muammo bo'lgan edi-da. Jalolov harakat qildi, sheriga to'pni yetkazib berishga Irsaliyev. Oybekning zarbasi. Mana shu Irsaliyevni Badr himoyaga qo'yib, raqibga
juda bir katta to'sqinlik qilyapti. Ya'ni Irsaliyev o'zi hujumda ham o'ynashi mumkin, ammo himoyaga qo'yganligi sababli o'tkazmayapti umuman. Va ko'ryapti, nokautning ikki futbolchisi ko'proq hujumga ixtisoslashib o'ynayotganligi uchun shunday bo'layotgandir. Yana to'p oldirildi. Afsonasida Irsaliyev. Kichik O'zi o'lchamdagi maydon. futzalga ham yaqinroq o'yindi. Bu katta futbolga qaraganda futzalga yaqinroq deb o'ylayman. Ya'ni kamroq yurish bilan gol yasash mumkin. Qoida buzildi, takroriy lavhada buni zo'r ko'rdik. Hop, Bahodir sal qoldi. pas bermoqchi bo'lganga o'xshadi. Jamoa Sardor Sakramasdan bosh qo'ydi. Tagida darvozabon sakradi. 2 karra Olimpiya o'yinlari g'olibi, 2 karra jahon chempioni Va yoshligida futbolchi bo'lgan. futboldan boshlagan sport. Mashhur hazil ham bor-ku. Halokov. Voy, Pro ligamizda qanchadan qancha olimpiya chempionlari yurib turgan. Super liga emas, Pro liga. Badriddin Hasanboy uni ta'qib qilayotgan edi, olib qo'ya olmadi va Komil Fozilov yo'nalishni boshqacha olgan edi, o'girilib olishga ulgurmadi. Yaxshi o'yinchi Komil Fozilov bekorga emas, uni har turnirda har xil jamoalar transfer qilib taklif etadi. U ham o'ynagan bolaligida futbol. o'zi Davron bolaligida futbol o'ynamasa, sal jiddiyroq o'ynamasa qiyin bu maydonda o'ynash, bunaqa turnirlarda. Chunki bu yerda havaskorlar hammasida to'liq. Ozgina professionallik ko'chasiga kirgan ham bo'lish kerak nazdimda. Biz o'ynamayapmiz. Sobiq mana boya hazillashdingiz-ku, o'sha Pro ligamizda qancha olimpiya chempion. Boshqa sohalarda qancha orzusi ushalmagan futbolchilar yuribdi-da hozir. Futbol aytishadi-yu, 80% erkaklar boradigan sport turida. Va 100% deyarli hamma koptok tepib ko'radi bolalarga. Shuning uchun ham futboldan chiqqan bir yulduzimiz boshqa sport ustalaridan ko'ra Sochi Husanov hech qanaqa sovrin yutmagan, lekin uning Manchester Cityga o'tishi qanchalik ovozi bo'lib ketdi. Mayli, boshqa sport turlariga futboldagi nokaut o'ynayotganda boshqa sport turlariga teginmay turaylik. O'zbekistonda futbolda raqobat podyezddan boshlanadi-da. Bir podyezdning o'zida 4-5 ta bolaning raqobatini sindirish kerak. Va juda ko'p talantlarni yorib chiqish kerak bo'ladi. O'shada. Atay emasmi? Bilmasam. Tizzaga tegib ketdi. Tizza belga tegib ketdi-yu, bel tizzaga tegib ketdi. Shuni hal qilib olish kerak. Eski dard qo'zg'agan bo'lishi ham mumkin. Kontakt bo'ldi-yu, menimcha darvozabon atayin tepmadi, to'pga sakragan payt tizzasi belga urilib ketdi mana. Hop, mana shu yerda yaxshi ko'rinadi. Ushlab qo'ygani ham mana bu yerda ideal ko'rinadi. Oyog'ini yig'a olmay qoldi. Atayin emas-da bu. Ya'ni Badriddin ham bekorga yotmadi, og'riq bor. Fol yo'q. Takroriy lavha 3 marta namoyish etilgan-ni bejiz emas. Badriddin o'rnidan turdi. Hojiakbarov. Mana bu yerda Abdumalik Halokov. Olimpiya chempioni, jahon chempioni. Out va ko'klar to'pni o'yinga kiritib berishadi. Yashillar aniqrog'i. Kechagi turnir esimga tushyapti Davron. Ko'klar, qizillar raqamlari yo'q turnirlarda ham ba'zan qatnashib turamizda. Out 22-daqiqa. Al-Badr ijrosida Badrning hujumi. Al-Nokaut olib qo'ydi to'pni. Mana qarshi. Mana shu qattiq tashlanib bekor qildi chamamda Halokov. Yaxshi. Pas ham yomon emas. Hasanboy Do'smatov. To'p uchun borini berishyapti Birobar.
8talik o'yinlarda kuchni taqsim qilish imkoniyati ham yaxshi. Birinchi bo'limning o'zida futbolchi almashadi Davron. Hop, zarba, gol! Komil Zo'r foydalanib ketishdi va Komil Fozilov bu golning nomi yo'q. Benom. Al-Badr jamoasi hisobda oldinga chiqdi. 10-raqamda harakat qilayotgan Benom guruhi solisti Komil Fozilov gol muallifi. Boya ikkita futbolchi urganda bunaqa ayuhannos ko'tarilmagandi. San'at vakilida Sherzod Mardiyev. O'zinikiga tortar ekan. Kompozitor. Demak, biz sportchilar, futbolchilar gol ursa ko'proq hayqiramiz. Sharqda o'tirib. Shunaqa bo'ldi ham. Bularda indamay qo'yaveramiz. Badriddin ham yaxshi o'ynabdi. Kurash bosh. Lekin Sherzod Mardiyevning mardligi bor. Ovozi boshqacha eshitiladi baribir. Jarrangdor. Va shunga ajablandim-da, nargilarga yo'q. Go'zal ovoz sohibi. O'tgan yil yondirgandi lekin. Endi esiga tushib qoldi menimcha. Men ham gapirishim kerak edi. Chiroq o'chib qolganda ham chiqaverganda ovoz. Mardiyev gapirganda biz sukut saqlaymiz. Aniqrog'i baqirganda. Badr oldinga chiqib oldi, zo'r. Endi nokaut chempion comeback qilishiga to'g'ri keladi, harakat qiladi. Hech bo'lmasa va hozir agar shu hujumni tezroq yakunlash uchun intilmasa tugab qolardi. Darvozabon Shuhratilla Sayfullayev. Badr hujumi. Ichkariga pas. Va Abdumalik yetib bordi to'pga, biroq ulgurmabdi. O'zi Badriddinga to'xtatib bergan edi. Nimagadir Al-Badr yetakchisi Sardori qo'shib berilibdi. Qo'shib berildi degan joy eshitildi-da. 1 daqiqa. O'zgarish bo'lmadi, boya bo'ladi. Bo'lmadi. Yo, shuda o'tgan yili o'zgarishlar birinchi bo'limning o'zida bo'lar, charchardi ba'zi havaskorlar. Bu safar esa kuchni taqsim qilishga imkon bo'lyapti. Ajoyib pas edi. Yana burchak zarbasimi? Mullajonov yo'qligi ham sezilyapti. O'tgan mavsumda Mullajonov ham yaxshi o'yin ko'rsatgandi. Nokaut tarkibida Olimpiya chempioni. Irsaliyev. Oho. Zo'r. To'pni to'xtatib nozik yo'llashi mumkin edi. Al-Badr qaytanga hujum qilyapti. Va out. Hakamning uchdagi chalinishi mumkin. Tezroq ulgursa ulgurdi. G'alaba qozonayotgan jamoa vakillari qoida buzildi. Va bo'lim yakunlangani haqidagi hushtak. Comeback qildi Al-Badr. Nokaut birinchi bo'lib gol urgan edi. Qiziqarli bo'layapti. Start o'yinining o'zi amaldagi chempion hali kurashni davom ettiradi. Al-Badrga esa qoyil tanaffus. O'yinni boshlab berishyapti. 2-1 Al-Badr oldinda nokaut boshda hisobni ochgan edi, lekin ikkita bir-biridan chiroyli gollar kiritilgach, zarba birinchi raqamda harakat qilgan Abdumalik Halokov o'rniga 9-raqamda Alimardon Dostonov maydonga tushdi. 10-raqamda harakat qilgan Hasanboy Do'stmatov o'rniga 20-raqamda Sardor Alisherov harakat qiladi. Demak, nokautda ikkita o'zgarish. Hasanboy Do'stmatov va Abdumalik Halokov maydonni tark etishdi. Ularning o'rniga 9-raqamda Doston, Alimardon Doston hamda Sardor Alisherov tushdi 20-raqam ostida.
20-raqamda Sardor Alisherov bu bokschi. O'zi nokautda asosan bokschilar, to'g'ri. Lekin endi boks federatsiyasi xodimlari ham bor, murabbiylar ham bor. Al-Badrda esa terilgan bloger, aktyorlar ko'proq, xonandalar bor. Boya Benom guruhi solisti ijrosida gol ko'rdik. Hozir Jalolov harakat qildi ikkinchi qavatda, lekin zarbasi noaniq ketdi. Keling bitta aytib o'taylik. Endi nokautda boya aytib o'tdik, bokschilar Ulug'bek Yodgorov ham, Abdumalik Halokov ham, Abduqahhor Hojatbarov sobiq futbolchi sariq kartochka oldi. Boks murabbiyi Alimardon Dostonov bor. Hasanboy Do'smatov bokschi, Sanjar Ergashev boks federatsiyasi xodimi. Barchasini aytib o'tib ketyapman. Behzod Nosirov 3 karra O'zbekiston chempioni bokschi, Isroil Madrimov ham tarkibda bor. Tushadimi, tushmaydimi bilmaymiz. Bokschi Umid Kuchkunov boks federatsiyasi xodimi, Sardor Alisherov hozirgina maydonga tushgan bokschi, boks federatsiyasi xodimi Jaloliddin Yusupov, Shohid Tillaboyev boks federatsiyasi boshlig'i, zarba noaniq. Fayozbek Do'smatov bokschi, Bahodir Jalolovni bilasiz. Shohid Tillaboyev bilan To'lqin Qilichov. Endi Tillaboyev boks federatsiyasi boshlig'i emas, u boks federatsiyasi bosh kotibi. Shohid Tillaboyev. Men o'sha gap. Aniqlik. Oybek Qilichov, to'g'ri. Bilgan yaxshi-da. Bilgan bilan bilmaganlar teng bo'lurlarmi deydi. Oybek Qilichov sobiq futbolchi, Shahboz Tavakkalov boks murabbiyi, Bahrom Yoqubov bokschi. Endi asosan bokschilar bilan xodimlar o'rtasidagi farqni aytib o'tdik noaniq. Lekin juda kamtarona tanishtirdingiz. Ya'ni ortida jahon chempioni, olimpiya chempioni, 4 karra Osiyo o'yinlar. Misol boks federatsiyasi boshlig'i bilan bosh kotibini farqi bormagan odam hozir aniq qaysi birida karralar masalasida xatoga yo'l qo'yishimiz mumkin. Mana bu joyda mazax tanishtirsa bo'ladi. Hozir aynan Al-Badr futbolchilarining hujumi zarba. Ularni men tanishtirdim. Nega o'zi unaqa cho'zilib ketardi bu men tanishtirganimda. Xo'p, Shahriyor Xolmurodov bloger, aktyor, Shuhratilla Sayfullar dublyaj aktyori, Dilshod Irsayiliyev sobiq futzalchi, Sardor To'rayev bloger, aktyor, Badriddin Husniddinov bloger, aktyor, dublyaj aktyori, Zohid Yusupov xonanda, Komil Yusupov xonanda, Benom guruhi solisti, men ham adashdim, uzr. Umar Shamsiyev xonanda, Bobur Shavkatov bloger, musiqiy kontentlar bilan mashhur, Bobur Imomov aktyor, Samandar Shuhratov dublyaj aktyori, Zohir Pirimov sobiq futbolchi, Zohid Zokirov aktyor, bloger, Baxtiyor Raimjonov dublyaj aktyori xonanda, Farruh Fayzullayev aktyor. Kamtar tanishtirildi. Juda ko'p. Nechta albomlar, medal sohiblari. Mana zaxiradagi futbolchilar. Kamoliddin Mirzayev qay tarzda kuzatayotganligini ko'rdik. 30-daqiqa o'tib boryapti. Bu degani 20 daqiqa vaqt bor. O'yin tugashiga nokaut harakat qilmog'i lozim. Lobut. Shuning uchun ham ko'proq hujum tashkil etyapti. Uzatma yomonmi? Qoldirsa ham bo'lardi. Ortidan sherigi kelayotganini sezmadi. O'zi men to'xtatib olmoqchi bo'ldi. To'p kichiklik qildi unga. Maydon ham tennis to'pini tepgandek. Orqa fonga e'tibor beramiz. Siz tarix yaratasiz deb mana shu yerda ham eslatib turishdi. Jahon chempionati ostonasida turibmiz. Xudo xohlasa 5-iyun kuni ijobiy natija qayd etib, yigitlar qaytishadi va mamlakatimizda futbol bayrami boshlanib ketadi. O'zi Live Cupning o'tkazilish muddatlari ham shu o'yinlarga moslashtirildi. Bu turnir terma jamoamizga atalmoqda. Voy, chiroyli gol bo'lishi mumkin. Bu zarbaga darvoza ham surilib bersa bo'ladi. Bahodir gap yo'q, harakat qilyapti. Aktiv. Buni hatto ba'zi vaziyatlar takroran ham namoyish etilsa bo'ladi-yu, gol bo'lmasa. Shunaqaroq epizod bo'ldi.
shu pas bilan o'ynash kerak. Ha, havodan uzatib beriladigan to'plar yo'qotilyapti. Katta maydonda deylik 11-11 o'ynalganda u foyda keltirishi mumkin. Yutib oladiganlar bo'ladi. Darvozabon o'z joyini tark etdi va Bahodir zarba. Yaxshi, borgan sari yaqinlashib, xavflilashib boryapti Jalolovning urinishlari. Darvozani u burchagidan bu burchagini o'lchayapti. Boya o'ng tomoniga zarba yo'llagan edi, hozir chap tomoniga endi o'ziga tepsa ham ajab emas. Sharhlovchilar xonasini yondan o'tib ketdi, e'tibor bergan bo'lsanglar. Sariq butkamizning oldidan Bizning nuqtamizni taxminan bilib oldingiz. Endi bu yog'i rejissyorlarga bog'liq. ha, oyna ochiq ham to'p ham kirishi mumkin. Jalolovning fintlari o'ziga zarar keltirdi. Qoida buzilmagan holda to'p olib qo'yildi. Zohir Pirimov hayron. Qanaqasi? Shunaqasi ham bo'lishi mumkin ekan degan mashhur men bor. Voy, o'tib ketdi. Yaxshi pas. Alimardon Dostonov. Out. Sobiq bokschi, hozirda murabbiy Dostonov. O'zi ko'p boks murabbiylari bokschi bo'ladi. Misol uchun ba'zi murabbiylar bor jahonda futbolchi bo'lmagan, professional futbolchi bo'lmagan. Boksda iloji yo'q bo'lsa kerak, baribir boshqacharoq sport turi-yu. Yana bir hujum. Bosim o'tkazyapti, pressing qilyapti. Sariq libosda o'ynayotgan nokaut. Hoji Akbarov, Yaxshi. Jalolov. Jalolovdan o'g'irlab ketishdi. Qoidabuzarlik Primovga qarshi. Primov sezdi, hozir to'pni olib qo'ymasa, bemalol zarba yo'llaydigan hududga chiqib borganda Bahodir. Mana o'sha vaziyatning takrori. O'zi aslida Jalolovdan unaqa jiddiy qo'pollik ko'rmagan ekan. O'zi kelib oyog'iga urilgan, darvoza sari zarba yo'llandi deb o'ylagandek, yo'q, Badriddinga pas ekan. 33 daqiqa, soniya. 3 ta gol ko'rdik. O'tib ketdi. Dostonov o'tib ketdi. Hasanboy boya uncha yomon o'ynamagandi, lekin uni almashtirishga qaror qilishdi. Endi taktika ham o'zgardi shekilli-da. Qush hisobda, qush taktikasi. Bo'ldi, to'p olib qo'yildi. Alisherov. Jalolov. O'ng qanotdan boshlangan hujum. Yana Jalolovga qaytarishdida, aslida Oybek Qilichev bo'shroq edi nazdimda. Hop. Uzoqlashtirildi. Juda himoyaga yaqin o'ynayapti Albadir. Majbur, kirib ketdi. Menimcha majbur qilyapti hozir. Nokaut yuqoriga ko'tarilgan holda o'ynayotganligi uchun. Ikkinchi qavatda kurash. Bu xavfli foul. Hakam ko'rdi, qayd etdi va sariq kartochka ham ko'rsatdi. 5-raqamda harakat qilayotgan Bezod Nosirov. Uzukni yechib qo'yishni talab qildi referi. Darvoza sari zarba yo'llanishi mumkin. Sal qoldi. Torning bu tomonidan to'p tushishi hisob emas. Qilichev. O'tdi.
va bosim ostida to'p. To'g'ri. Hozir qilichdan chiqib ketdi. Yonchida hakam vaziyatni ko'rib Wow. turgan edi. Wow. Bizni xonaga kirib ketadi hozir. O'ynamiz. To'xtamadi-ya. Qaytdi. Primov. Hozir to'pni olib qo'yganda yana Al-Badrda qarshi hujum tashkil etish imkoniyati bor edi. O'ng qanotdan Alisherov ancha faollik qo'shdi shu futbolchi ham. Qarshi hujum Primov tezlashdi. Ichkariga pas to'xtatishdi bokschilar. Xato oddiy joyda, tekis joyda xatoga yo'l qo'yildi va bu jazolanishi ham mumkin. Uchtak chalindi. Badr ushlayapti hisobni. Bosim o'tkazishyapti hakamga. Hakam yonida Bahodir Jalolov gapiryapti. E'tiroz bildiryapti. Endi bokschilar ham yutqazish nimaligini bilmay kelishyapti oxirgi paytlarda. Shu. G'olibona ruh. Yo, bo'lib ham o'tgan turnirda ham yutib qo'yishdi-da. Hozir yutqazishyapti va bu ularning asabiylashishiga sabab bo'lmoqda. Lekin bir narsani aytib o'tay, o'tgan mavsumda guruh bosqichida nokaut, adashmasam Drama Unitedga yutqazib turib, keyin finalda Dramani katta ustunlik bilan yutgan. Alisherov chiziqdan chiqib ketmayapti to'p. Va oxiri Badrdan chiqarib yubordi. Shu hisobni ushlab qolish eplarmikan? Haddan tashqari shunga qarab o'ynayapti. mana imkoniyat. Qilichev ichkarida kurash. O'sha tomonda hech kim paydo bo'lmadi. Out. Al-Badr to'pni o'yinga kiritsa qoida buzildi. Badrning 22-raqamli Samandar Shuhratov xatoga yo'l qo'ydi chog'i. Jarima zarbasi. Qo'liga tekkan ekan to'p. Bu masofadan darvoza sari aniq zarba yo'llash mumkin. 40-daqiqa boshlanyapti do'stlar. Jonli devorni ko'rib turibsiz. Tarkibida o'zgarish. 90-raqamda harakat qilgan Bahrom Yoqubov o'rniga 11-raqamda Sanjar Ergashev maydonga tushdi. Nokautda o'zgarish Sanjar Ergashev o'yinni davom ettiradi. Uzatma va Bahodir Jalolov boshi bilan hozir hisobni tenglashtirishi mumkin edi. Bazalt xodimi Sanjar ko'ramiz hujumda o'ynasa kerak. Chunki hozir hujum kerak. Al-Badr butun e'tiborini bo'ldi hisobni ushlashga qaratyapti. Mana Sanjar Ergashev Bahrom Yoqubovni almashtirgani haqidagi ma'lumot titrda ham berildi. Ketdi Alimardon Dostonov chapda, Alisherov markazda, Dostonovga pas. O'ziga o'zi pas qilib oldi deyiladi bu futbolda. 10 daqiqa vaqt bor. Yaxshi, o'yinni kuchaytirdi nokaut. Gol urishga harakat qilyapti. Ustunlikni qo'lga oldi, faqat to'pni darvozaga yo'llashga qiynalyapti. Chunki Al-Badr yopib tashlagan darvoza yonini. Yaqindagina maydonga tushgan 22-raqamli Samandar Shuhratov edi. Nokaut yana bir yurishni boshlayapti. Maydon markazigacha kutib olishmayapti. Chuqur himoya.
uzoqdan zarba yo'llashga imkon ham bo'lmayapti-da. Qo'lga tegmadimi? Bo'ldi, tegdi. Hakam o'ylanib xushtagini chaldi. Mana endi xavfli bo'ladi hozir. Chunki sariqlar safida futbolchilar bor. Oybek Qilichev top qo'lga tegdi-da haqiqatan. Bobur Shavkatov. Ko'ramizmi? Chiroyli gol. Hojiakbarov va Qilichev o'ng oyoq ikkalasi ham kombinatsiya. Oxir Oybek Qilichni o'zi tepmoqchi shekilli. Ketdi. Agar olib qolishmaganda yana imkoniyat paydo bo'lardi. Al-Badrning qarshi hujumlari zo'r. Himoyachiga tegib top maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Zo'r qutqaruv. Dilshod Saliyev qaytarib yubordi. Futbolchi-da baribir. Topni sekinlashtirilgan kadrda ko'rdim menimcha. Mana juda chuqurga o'tib olishdi. Jalolov o'zini ham bir aldab o'tdi orada. Bahodir Jalolov. Out. Vaqt shafqatsizlarcha o'tib boryapti. Nokaut uchun mana ikkinchi qavatda almashtirish so'rayapti. Al-Badr futbolchilaridan biri. Endi buncha hujum, buncha zarbalar Qochib ketilsa, oxirida to'sib qolmaganda bormi? Qoida buzilmadi bu yerda, shunchaki out. Tarkibida o'zgarish. 7-raqamda harakat qilgan jamoa sardori Badriddin Xushnudinov o'rniga 85-raqamda Farxan tushmoqda. Farruh Fayzullayev, aktyor Farxan maydonga tushyapti. Sardor ketdi. Ya'ni Sardor To'rayev emas, balki Badriddin Xushnudinov ketdi. Uning nomiga qo'yilgan jamoa Al-Badr. Oybek ketdi va pas. Irsaliyev edi-da u. Bilardi u shunday bo'lishini. Futbolchiga futbolchi to'qnash kelib qolyapti. Al-Badr jamoasining eng katta yutug'i aytyapman, u Irsaliyevni markaziy himoyaga joylagan. 2 marta muqarrar vaziyatdan qutqardi. Hop, pas bosh bilan zarba yo'llash imkon bo'lmadi. Hech kim yo'q u tomonlarda, darvozabon yetib kelish kerak. Boya uzoq masofalardan tepayotganda ancha xavfli chiqayotgandi nokautning zarbasi. Nega tepmay qo'yishdi? Al-Badr jamoasi tarkibida navbatdagi o'zgarish. Bobur Imomov tushyapti. 13-raqamda harakat qilgan Bobur Shavkatov o'rniga. 17-raqamda Bobur Imomov maydonga tushdi. Bobur ketdi, Bobur keldi. Boburiylar keldi. Nokaut hujumi davom etyapti. Jalolovdan xato. Sap-sariq kartochka sariq rangli futbolchiga. Nima uchun ko'rsatilmayapti? Chunki unda bor menimcha. Shuning uchun so'rashyapti. Ikkinchi sariqqa tortmaydi degandi. Lekin tortardi to'g'ri. Birinchidan bu qasddan amalga oshirildi. Bu nima? Sap-sariq kartochka. Qayadi hakam. E'tirozlardan cho'chinish shekilli. Tasavvur qildi. Atrofida nimalar bo'lishi. Irsaliyev.
var ko'radi. So'nggi umid kushandasi ham bo'lishi mumkin Davron. Challenge olishdi Al-Badr, ha, menimcha. Ko'r sariq kartochkaga tortadimi dedi. Challenge-da ham. Hop, orqaga. Mardiyev nazorat qilyapti hammasini. Mana shu yigit bo'ladi, ko'zoynakli Sherzod Mardiyev. Ha, san'atkorlarni alqaydigan. Uzakov Production'ning asosiy figuralaridan biri, turnir tashkilotchilaridan biri. Bo'ldi. Ulgursang ulgurding degan kadr. Hop, oxirgi umid. Ta'sir qilishyapti. VAR ko'rilayotganda Aralashish mumkin emas. mana ketdi. Bitta futbolchi bor deyapti. Sariq kartochka va qizil. Bo'ldi. Lekin Davron o'sha paytda to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilganda sal e'tirozlar bo'lishi mumkin. Hozir VAR aralashib, sovib. Nokaut jamoasi tarkibida navbatdagi o'zgarish. Jalolov ketdi. Ikkinchi raqamda harakat qilgan Bahodir Zibik Uzbek Jalolov o'rniga 19-raqamda Umid Kuchkunov maydonga tushdi. Bahodir Jalolov lekin rosa mehnat qildi, gol urishga harakat qildi, ammo ba'zi vaziyatlarda aniqlik yetishmadi. Gol bo'lishi mumkin edi. Darvozabon joyida turgan ekan. Ha, endi ancha murakkab bo'lib qoldi vaziyat. Yosh umidli bokschi Umid Kuchkunov tushdi maydonga. Endi futbolchilar ikki karra Umid to'p bilan kattaroq mehnat qilib o'ynashadi. Ofsayd yo'q va birga bir hop, darvozabon. Keyingisi gol! Yorib tashladi hozir. Komil Fozilov dublini nishonlar ekan. Bu golning nomi bor endi. Dubl gol. Al-Badr jamoasi hisobni 3-1 ko'rinishiga keltirmoqda. mavsum transferlaridan biri. 10-raqamda harakat qilyapti. Komil Fozilov. Nokaut qilayotgan futbolchi. Yo'q, hali nokaut emas, knockdown. Knockdown. Lekin nokautda boya to'g'ri aytildi. Birinchi uchrashuvda yutqizishi ham mumkin, finalgacha borib Ha, shuncha aytyapman-da, qayta turishi mumkin. Bularni qayta turish xavfli. hali nokaut emas. Juda chiroyli o'ynadi. Hop, darvozabonni sirpantirdi. Boya Va bu aytgandim, yoqqa xayrliki, futbol o'ynagan bo'ladi baribir. Boshqasi teforar. Futbol o'ynaganligi shu joyda. Keyin bo'ladi. ham to'g'ri tepdi. Ha. Risk qilmasdan, qattiq tepmasdan. Raulning Valensiyaga urgan golni eslatdi. Fin. Endi Raul himoyachini o'tkazib yuborib urganda. Ana kuchsiz zarba, lekin yaxshi harakat bo'ldi Alimardon Dostonovdan. 3-1 Al-Badr hazillashmayapti. Uchrashuvning asosiy vaqtiga 5 daqiqa vaqt qo'shib berildi. Oh, 5 daqiqada Al-Badr yana gol urishi mumkin, chunki bir o'yinchi ko'p bo'lib o'ynayotganligini eslatib o'tamiz. Davom etamiz. Hakam hushtak chalmadi, bu yog'iga nima uchun to'xtashyapti tushunmadim. Oybek Qilichovdan ham o'g'irlab ketishdi va sal qoldi. Darvozabonning o'z joyini tark etganini payqadi Irsaliyev. Uchrashuvning yaxshi futbolchisini so'rashsa, Irsaliyev degan bo'l, lekin Komil Fozilov. Komil Fozilov ham da'vogar. Futbolchilar xafa bo'lishmaydi-yu, ular futbolchi-yu. Shuning uchun Komil hozircha boya gol, birinchi gol ham juda muhim edi-da. Keyingi gol mayli bir ko'p o'yinchi bo'lib birga bir chiqib ketdi, foydalan. Finalga teng o'yin bilan turnir boshlanyapti. Mana shunisi bir qiziq bo'lyapti. Hop, pas. O, yaxshi to'xtatdi. To'xtatish yetarli edi menimcha. Yaxshi tempda davom etayotgan o'yin. Eng to'g'ri qarorlardan biri yana o'sha 11 dan 8 ga tushirish bo'ldi. Burchak zarbasi talab qilyapti. Komil yo'q. Yo'q. Talabi inobatga olindi.
Dinay Chempionat Aziya sport telekanali O'zakov hozir zarba Shumma Irsayev. Irsaliyevning bitta goli, birinchi golining o'zida turnirning eng chiroyli gollaridan birini. Hozir ham agar tushib qolganda bormi? Shuni ham chiroyli gol, ham himoyani ushlab beryapti shu ma'noda. Nokautchilar, bokschilar navbatdagi hujumni tashkil etishyapti. Burchak to'pi. Oybek Qilichev ozgina tashlab yuborgandek tuyulyapti o'yinni. Boyagidagidek shasht. Qani Oybek? Endi kamchilik bo'lib qolishdi-da. Yo, o'z kamchilikni ko'rsatish kerak-da futbolchilar. Mana Oybek. Hop. Bo'lmadi bu safar. Ikkinchi daqiqa ham tugadi. Qo'shib berilgan. Yaxshi Tikitaka. Voy, teginsang gol deydi. Endi bu laylak gol bo'lardi o'zi ham bor. Turna golmi? Jiru uslubidami, Zlatan uslubidami? Harakat qilishyapti lekin. Guruhlar dahshat, Al-Badr Knockout Drama United sariq bola. Keyingi o'yinimiz sariq bola Drama United, uni ham o'tkazib yormang. 22:00 da. Kurashyapti Badr hisobni ushlab qolish uchun. Yana bir ikki imkoniyat bo'ladi, harakat qilsa. Irsaliyev yaxshi o'ynadi. Ketdi. Komil aldayapti. Bo'ldi, hakam to'xtatmadi bu vaziyatni. Abduqahhor. Oybek. O'zi tepada menimcha. Chiroyli o'yladi. Va chiroyli o'ynadi. Out. Endi comeback qilish juda ham qiyin. Birinchidan kam bo'lib o'ynayapti, ikkinchidan vaqt ham deyarli qolmadi. Bitta gol ursa ham katta gap. Qilichim. Pas. Irsaliyev bermayapti. Sardor. Oxirgi daqiqa zarba va yana Irsalievdagi to'pning yo'nalishi o'zgarib ketdi. Hoji Akbarov. Oybek yomon emas. Yaxshi kombinatsiya. Va tepish kerak ekan. Endi tepish kerak. Endi darvozabon ham seyf qilish kerak-da. Gol urish kerak edi-da. Oxirgi daqiqa va yana to'pni Al-Badr o'yinga kiritib berayotganligidan xulosa qiladigan bo'lsak, ketdi, ulgurasizlar yigitlar. Bitta hujumga bo'lsa ham imkon bor. Xato ketdi, juda yaxshi olib qo'yildi va yo'q. Bo'ldi, xushtagingni chal hakam deydigan joyga keldik. Dostonov. Bo'ldi, tugadi. 3-1 Al-Badr. Al-Badr nokautni mag'lub etyapti. Va like bosib qo'yamiz ushbu g'alabaga. Dahshat o'yin bo'ldi. Nokaut, albatta o'sha qizil kartochkadan so'ng vaziyat o'zgarib ketdi. Ikkita dahshatli gol ko'rdik, dubl ko'rdik. Ko'p narsa ko'rdik. Shedevr gol ko'rdik. Ha. Va zo'r himoyalanishni ham ko'rganligimizni aytib o'tish joiz. Juda ham sifatli futbol. Rahmat jamoalarga. O'ylaymanki, bu guruhda oxirgi turgacha davom etadi kurash. Hali nokautni ro'yxatlardan o'chirib tashlashga shoshilmang do'stlar. Ha, ikkinchi turi bor hali, uchinchi turi bor hali. Birozdan so'ng Sport telekanalidan yana uzoqlashmaysiz. Navbatdagi uchrashuv kutyapti bizni 22:00 da.
Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisini menimcha aniqlab berishimiz kerak. Mana bu manzara bilan Komilni e'lon qilib qo'yaveramiz menimcha. Men Irsaliyev degan bo'lardim, lekin mayli, u futbolchida. Mayli. U futbolchi. Komil. Ketdik. Keyingi o'yin birozdan keyin mana bunday kadrda siz bilan vaqtincha 1 soatginaga xayrlashamiz. Biz bilan qayting efirga. Va stadionga, tribunaga kelib turib tomosha qilishni taklif etgan bo'lardim. 1 soatda kelishga ulguradi poytaxtda yashayotgan vatandoshlarimiz. Mana shunday atmosferaga kirib borasiz. Ko'rishamiz.